Amir Temur va Temuriylar davrida soliq siyosati qanday amalga oshirilgan? Qanaqa soliq imtiyozlari bo'lgan? Qanaqa soliq turlari bo'lgan? Qanaqa yengilliklar bergan xalq uchun? Sobiq Qirol Amir Temur 1370-yil davlat tepasiga kelganda boshqa sohalar qatori soliq tizimini ham qayta ko'rib chiqqan. Sababi oldingi Chingiziylar davridagi soliq tizimi bu bosqinchilik, ya'ni o'sha zulmga qaratilgan bir siyosat edi. Ya'ni hatto bitta xasga ham soliq solingan. Keyin o'yda jon solig'i, mol soliqlari juda qattiq edi, juda yuqori edi. Mana shularni bekor qilgan. Keyin tuzuklarda ham mana shu 1370-yil taxtga o'tirgandan, ya'ni yangi soliq tizimini barpo qildi. Bu qanaqa tizim edi? Bu xalq manfaatini ko'zlaydigan adolatli soliq tizimi edi. Masalan aytadiki, bir joyga yer berdingizmi, 3 yillik soliq olmang deydi. Keyin 3 yildan keyin hosil beryaptimi, birinchi yil deydi, qarang. O'z ixtiyori bilan oling deydi. Xo'p, sharoit qilib berdi davlat, ha? Endi soliqni olish tizimichi. Olish tizimida ham adolat bor edi. Dehqonchilik shundayki, har yili bir xil hosil bermaydi. Bir yil ko'p hosil beradi, bir yil bermaydi. Mana shu ham hisob qilib qilingan va aytganki, mana qiynab qo'ymang soliqda xalqni. Chunki xalqni qiynab qo'ysangiz soliq kamayadi. Soliq agar kam tushsa nima bo'ladi? Lashkar quvvati ketadi. Lashkarda quvvat ketsa, nima davlatning tanazzuli tezlashadi degan. Qarang, bu juda muhim gaplar.